Marvel olamida gaplar ko'payib ketmoqda. Ayniqsa Spider-Man yangi kun filmi atrofida mishmishlar kuchayib ketdi va bu mishmishlarning markazida bitta ism bor, Sadie Sink. Yaqinda u syomka jarayonida rasmga tushgani hamma narsani yanada sirli qildi. Rol hali oshkor emas, lekin eng qiziq joyi shundaki, insayderlar uni bir necha kuchli obrazlarga bog'layapti. Ba'zilari uni Mayday Parker, ya'ni Peterning kelajakdagi qizi bo'ladi desa, boshqalar uni Harvey Rachel Cole Owens bo'lishi mumkin deganlar ham bor. Lekin eng katta ehtimol shu, Marvel unga maxsus butunlay yangi qahramon yaratmoqda. Kim bo'lmasin, aniqki Sadie Sink filmning eng katta syurpriziga aylanadi. Yana bir qiziq ma'lumot: tasavvur qiling, Hulk Venom bilan birlashsa. Marvel muxlislari shu mishmishlarni tarqatmoqda. Bu safar Hulk tarixdagi eng dahshatlisi bo'ladi. Komikslarda bu birlashuv mavjud, hatto qasoskorlar ham qo'rquvga solgan. Agar yangi kun filmida shunday bo'lsa, bu Marvelning eng yovvoyi burilishlaridan biri bo'lishi mumkin. Endi tasavvur qiling, agar yangi filmda Hulk Venom bilan birlashsa, bu qanchalik dahshatli ko'rinadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Izohlarda yozib qoldiring, obuna bo'lishni unutmang.